Hammangizga assalomu alaykum yana bir bor. Bugun biz Dubaydagi eng mashhur, nafaqat Dubaydagi, balki butun dunyodagi eng mashhur 7 yulduzli mehmonxonaga keldik. Yangi bir loyiha sotuvi boshlangan. Bundan tashqari Dubayda 1200 dan ortiq Dubay ko'chmas mulk agentligi bor. Bu litsenziya olganlari. Xo'sh, ulardan bittasi, ya'ni Salih Esen tanlaganlariga juda ham biz xursandmiz, o'zimizni jamoa bilan kelganmiz. Har doimgidek odamlar gavjum. Dubayda Dubay ko'chmas mulki ochilishidan oldin odamlar mana shunday chiroyligina bo'lib keladiki, men birinchi olay. Agar siz ham Dubay ko'chmas mulkiga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga aloqaga chiqing. Xudo xolasa, yaxshi, eng zo'r xonadonlarni kapital foydaga olib keladigan xonadonlarni ijaradan oladigan sof daromad, dengiz bo'yidagi xonadonlar deysizmi, loyihalar deysizmi, villa, townhouse, cottage deysizmi, penthouse barchasi bor. Biza bu yoqda yuqorida aytganimdek o'zimizning jamoa bilan kelganmiz. Mana Nodurjon akamiz borlar bu yoqda, Kamoljon akamiz, Rustam akamiz va bu yoqda Mirshodjon Hojiyev. Hammalaringizga assalomu alaykum.